Qismda ko'rdinglar, bloklangan ekan mana shu nomer olganimiz. Ana endi yana nomer olish uchun nima qilish kerak degan bo'lsanglar, mana bu yerda settingizga bosamiz. Settingizga kirib, mana bu yerda yaxshilab qarab olinglar, videoni qaytarib o'rganib olinglar. Mana akkauntga bosamiz. Pastroqga tushsak, mana nomerimiz turgan bo'ladi. Shuni ustiga bosamiz. Va bu yerda 3 ta nuqta bor, shunga bosamiz. Va realis nomerni ustiga bosamiz. Mana o yesni bosamiz. Mana nomerimizni almashtiryapmiz. Shuni yaxshilab o'rganib olinglar. O'zlari nomer chiqarib beradi yoki teramiz. Mana terdik. Mana nomerlar chiqarib berdi. Gold nomer tanlamanglar. Oddiyni ham tanlamanglar, o'rtachorog'ini tanlaymiz. Chunki bloklangan chiqyapti. Ko'pchilik Telegram ochilgani chiqyapti. Shuning uchun toza ularni tanlash kerak endi yana. Yoningizda bitta qo'shimcha telefon bo'lsa yoki birontasini telefoni bo'lsa, shu yerda turgan holatda Telegram ochib ko'rib olinglar, keyin uni aktivlashtirib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Endi shu tanlab ko'ramiz. Nomerni copyright qo'ya olamiz, o'rgatgandek. So'z ustiga bosmasdan nomer ustiga bosamiz. Bo'ldi. Ana endi shu ko'rsatgan ko'k Telegramga o'sha nomerni ochamiz. Faqat shunga ochinglar. Nomerda. Kanalimda bor. Buni ko'k Telegramni Play Marketda ham chiqadi. Yana Telegram ochib ko'ramiz. Olgan bo'lsamizda bir qo'yamiz. Nusxa qilganimizda qo'yamiz va ochib ko'ramiz. Mana xuddi shunaqa vaqt sanab ketish kerak. Sanamasa ham kodi kelmaydi. Bloklanmagan ekan. Mana shunaqa so'z kelsa ham, bu nima bu deb o'ylamanglar. Bu nomeringizni Telegram ochilyapti degan so'z bo'ladi. Xuddi shunaqa so'z ketadi. Endi 3 minut kutish kerak. Ungacha pauza qilib turaman. Mana vaqt sanab tugayapti. 5 sekund qoldi. Internetni yoqib qo'y. Mana bo'ldi. Sizga qo'ng'iroq qilyapmiz deyapti mana. Chiqarib yuboramiz. Mana ko'rib turganlarda tepada Texnosh ilovasi qo'ng'iroq qilyapti. Chaqiruvni amalga oshirib yuborishi mumkin yoki xuddi shunaqa turib ozgina kutganlardan keyin programmaga golос xabar tashlaydi. SMS kod kelmaydi hech qachon. Hozir shunaqa bo'lib qolgan. Oldin lekin SMS kod kelardi, sraz ochganda yo'q. Hozir ozgina qiyin bo'lib qolgan. Xo'p. Telefon qilib bo'lgandan keyin sizlarga programmaga golос xabar tashlaydi, shu Telegram kodini. Inglizchada. Inglizchani hamma bilsa kerak. 9 gacha 0 dan 9 gacha. Mana aloqa tugadi mana bunda ilovada. Mana golос xabar keldi. Kiramiz mana ilovaga. Xuddi shunaqa keladi. Hop. Yangilab olamiz. X ni bosamiz tepada. Mana OSML degan so'z kelgan. Sizlarga eshittirib, tarjima qilib, o'sha nomerini eshittiramiz sizlarga. Uni ochganda ruxsat berib ochamiz. Ketdi mana. Your code degandan keyin ochasizlar. Mana 7 9 4 790 adashib ketdim. Şöyle. 794 64 794 64
Ha, mana nomer ochganda chiqib ketib qolibdi telefonimiz. G2 Core telefoni, versiyasi kichikroq. Shuning uchun nomerdan chiqib ketibdi. Buni iloji bor, yana bitta copyright qilib Telegram kiramiz mana. Versiyasi kattaroq telefonlarda bunaqa bo'lmaydi, chiqib ketmaydi. U sochib turganda yana kiramiz. Buni yana bitta mini qilib, bitta bo'lsa mana. Hozir tarjima qilgan kodimiz 794 46. Ha, 794 64. Mana. Adashib qoldim. Bo'ldi, u ochildi. O'qigan joyi yo'q. Usa deb yozib ochaverasizlar. Bo'ldi mana. Usani oldik. Xuddi shunaqa usa olsanglar bo'ladi. Texno ilovasi orqali oldik. Sizlar bilan yana xabarlashamiz. Assalomu alaykum.